Do'stlar, menga juda ko'p qizlar, ayollar so'rashadi. Menga ozish bo'yicha birorta chiroyli retsept bering yoki yo'llarni o'rgating deb. U bo'yicha men sizlarga bittagina zo'r retsept bera olaman. Qarang. Men bundan 5 yil oldin yuzimda juda ham ko'p dog'lar bo'lgan, juda ham ko'p anaqa problema bo'lgan yuzim bilan. O'shanda bitta to'g'ri ovqatlanishga amal qiladigan bitta ayol bilan, yoshi katta 75 yoshli ayol bilan, o'pka rakidan o'zini hali ham davolayotgan ayol bilan birga yashaganman. Ular nimasida, ular uylarini ijaraga olganman va o'shanda o'sha ayol menga bitta zo'r retseptni o'rgatgandilar. Har kuni ertalab va bitta kechqurun qaynatilgan ikkita yoki bitta o'zingiz organizm tortgancha tuxum va apelsin bilan. Mana shu ikkalasida butun organizm uchun kerakli bo'lgan moddalar yetarli bo'lgani uchun shuni qiling degandilar. Endi buni qahramon tabib akamiz ham aytgan ekanlar. O'zi aslida bu menimcha Ibn Sinoning kitoblarida bo'lsa kerak va shu tarzda siz 21 kun qilasiz, ichagingiz 100% tozalanadi, lekin ikkinchi qon guruhiga to'g'ri kelmaydi bu retsept, chunki apelsin ikkinchi qon guruhi uchun emas. Tuxum yeysiz va tuxumni o'rniga ikkinchi qon guruhi bo'lsangiz boshqa mevani yeysiz va shu tarzda siz xudo banan, olma yoki boshqa birorta meva juda chiroyli, sog'lom ozasiz do'stlar.